150 kvadratli xonadonga mo'ljallangan, o'zimiz ishlab chiqargan 15 kilovatlik Nijniy Galina pastdan yonuvchi ko'mirli kotelimizni Andijon viloyati Sharxon tumani Do'lan qishlog'ida 80 kvadratli yangi qurib bitkazilgan xonadonga qish mavsumi uchun xonalar issiq bo'lish uchun isitish tizimi bilan birgalikda komplekt ustanovka qilib beryapmiz. Bu kotel o'zimiz ishlab chiqargan 15 kilovatlik pastdan yonuvchi Nijniy Galina kotelimiz. Dimoxodimiz 6 metr dimoxod qilindi, tomdan chiqarib tashlandi. Ichi ham tashi ham nержавейкali sendvichli dimoxod. Juda ham aqlli isitish tizimini tanlashdi xonadon egalari. Ba'zi shuncha uylari bo'lsa ham faqat qish mavsumi uchun kerakli xonalarda isitishyapti. Xonadonimiz 80 kvadratni o'z ichiga oladi. Kirishda bitta katta 15 kvadratli xonamiz. Bu tomonda 8,5 kvadratli koridor, bu tomonda 11 kvadratli bitta xonamiz bor. Bu tomonda dushimiz bor. Bu tomonda yana 18 kvadratli alohida xonamiz bor. Общий bitta 40 cm ga 1 metr 60 cmlik panelli radiator o'rnatildi. Bu xonamizga 50 cm ga 1 metr 20 cmlik radiatorimiz o'rnatildi. Xo'p, dushimizga 40 cm ga 1 metr 20 cmlik radiator o'rnatildi. Bu xonamizga 50 cm ga 1 metr 20 cmlik radiatorimiz o'rnatildi. Sistemamiz samatyoq sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladigan sistema bo'lib, poltayda polniy obratkalari bor. Bu koridorimizga ham 30 cm ga 1 metr 20 cmlik radiatordan. Общий 80 kvadratga bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta har xil razmerdagi panel radiatorlar ustanovka qilindi. Bu xonadonimizga isitish tizimiga nimaki ketsa, radiator, turba, kotel, dimoxod, hamma narsani o'zimiz olib kelib ustanovka qilyapmiz. Umumiy hamma ketadigan zapchastni olib kelib ustanovka qilish dogovor bilan olganmiz, xudo xolasa. Koteldan bitta podachi chiqib ketyapti. Xonadon tom qismiga o'tib, nari tomon baland, o'sha yerdan 5 ta radiatorga podachilar ulanib, obratga poltaydan qaytib kotelga kirib ketyapti. Hozir sistemamizga polniy suv to'ldirdik va kotelimizni mana shu o'tin yoqib, hozir polniy tekshirib olamiz. Videoda oxirigacha kuzatib turinglar. Hozir o't yoqib, sistemamiz qanaqa isib berdi, kotelimiz qanaqa isitib berdi sistemaning suvlarining ichini va video oxirida shu xonadonimiz radiator, kotel, dimoxod xizmatlarimiz bilan qancha summaga tushganini sizlarga aytib o'tib ketamiz. Sizlarning xonadonlaringizga ham isitish tizimi o'rnatilmagan bo'lsa, shunaqa proyektga tushgan bo'lsa, qanchaga tushishini bilib olasizlar. Xudo xolasa bizning santexnik brigadamiz faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Shunaqa santexnik ishlarni amalga oshirishadi. Bizning asosiy yo'nalishimiz gazlashtirmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli kotellar ishlab chiqaramiz. Kotellar showroomimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Tashrif buyursalaring, rossiyskiy, turetskiy o'zimiz ishlab chiqargan shunaqa rushnoy bunkerlik 20 xildan ortiq ko'mirli kotellar bor. Videoga like bosib, ko'mirli kotel o'qtalgan tanishlarga hamda shunaqa isitish tizimini o'rnatadigan santexnik o'qtalgan tanishlarga shu videoda jo'natib qo'yamiz. Sistemamizga ham suvni to'ldirdik. Kotelimiz bunkeriga 4 dona shunaqa o'tindan tashladik va sinab berdik. Sistemamizni hamma yo'g'ini polniy tekshirdik, isitib berdik. Xudo xolasa kotelimiz yaxshi ishlab berdi. Kotel haqida endi qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. 40 kg bunker sig'imli kotelimiz Nijniy Galina pastdan yonuvchi 3 metr teplanmenli bor. Kotelimiz 3 mm lik staldan qilingan, 150 kvadratli xonadon uchun mo'ljallangan. Orqa 3 metr teplanmenli tozalaganlarida ham juda ham hali tozalashga oson, mashdan tozalaganlarida pastdan shlak-plak chiqib ketadi. Mashet ko'mir soladigan eshigi mashdan 40 kg ko'mir solinadi va pastdan o'zini kalasnigi bor, kulini olinadi. Pastdan yonuvchi kotelimiz 150 kvadratli xonadonlar uchun mo'ljallangan. Hammani qiynamasdan bu kotelimizning narxini aytib o'tib ketaman. 2025-yil 29-iyun sanasiga narxi 8 million 300 ming so'm bo'lyapti. 70 kvadratdan 150 kvadratli xonadonlar uchun bemalol ustanovka qilsalaring bo'ladi. Sistemani tushuntirib o'tdim. Samatyoq sistema bo'ldi. Nari orqa tomoni baland. Obratga ham quvun bilan chiqdi.
Dimoxodimiz ham narxini bitta aytib o'tib ketay. Bu yerda 5 ta dimoxod qo'ydik, 6 metrga yaqinlashib qoldi. Ichi ham tashi ham 0.6 lik sendvichli nerjavikali dimoxodimiz. Bir donasi 1 metr 20 sm bo'ladi. 410 ming so'mdan bo'lyapti dimoxodimiz. Xudo xolasa ishlarni obyekt topshirib, xudo xolasa endi qaytishga harakat qilyapmiz. Hamma radiatorlarimizni ko'zdan kechirib chiqdik. Xudo xolasa ishimizda nuqson yo'q. Xudo xolasa chiroyli bo'lib isib berdi. Hammasi bir xil. Qaysidir radiator sovuq, qaysidir radiator issiq bo'lmadi. Bir qator sinab berdik. Xudo xolasa obyektimizni topshirdik. Endi shu xonadonimizga qancha pul ketganini sizlarga aytib ko'rsatib o'tib ketamiz deganmiz. Xudo xolasa brigadirimizga murojaat qilamiz. Akaxon qancha ketdi shu uyga? Yana bitta aytib bering. Xullas qaranglar, turbalar, radiatorlar, polniy santexnik magazinimizdan qancha bo'ldi? 9 million 360 ming material. 9 million 360 ming so'mlik material ketdi. 640 ming so'mlik turbalar ortib qolibdi shu yerdan. Xullas, katyolimiz narxi 8 million 300 ming so'm. Xizmatlarga qancha bo'ldi? 2 million 700 ming so'm bo'ldi. 2 million 700 ming bo'ldi. 450 mingdan. Har bir radiator 450 mingdan samotok sistema bo'libdi. Katyolimizni narxini aytib o'tib ketdim. O'bshi shu xonadonimiz qanchaga tushdi? 22 million 280. 22 million 280 ming so'mga tushibdi bu xonadonimizga. Dimoxodda aytib ketdim 410 mingdan bo'ldi. Kimga shunaqa santexnik brigada kerak bo'lsa, ustalarimiz hozir iyun oyiga emas, dekabr, yanvar chillasiga xonadoningiz isishiga kafolat berib, isitish tizimini o'rnatib berishadi. Faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Vodiydan tashqarida bizning asosiy yo'nalishimiz gazlashtirilmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli katyollar ishlab chiqarish. Bizda rushnoy, tepadan yonuvchi, pastdan yonuvchi, verniy, bunkerli har xil katyollar bor. Katyol showroomimizga tashrif buyursalar, Turetskiy, rossiyskiy 20 xildan ortiq ko'mirli katyollar bor. Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'limizdan kelgancha video obzor qilib berdik. Kim qanaqa savoli, qanaqa fikr bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Biz bu ishlarni Andijon viloyati Sharxon tumani Do'lan mahalla fuqarolar yig'inida amalga oshirib berdik. Akasidan rozi bo'ling. Qanaqa savollar bo'lsa bemalol beraverasiz. Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videoga yana bir bor like bosib qo'yamiz.